Assalomu alaykum Oila market obunachilari. Mana bugun do'konimizga ukaxonlar tashrif buyuribdi. Zoirzon mana aka omadimni sinab ko'raman men ham deyapti. Kompot qilardik. Husanbo'yda haligi nimasini revanch qilaman sizga deyapti. Husanbo'yda yetkazib berganiga men sizdan o'ch olaman. Shu bo'ladi. Boshlaydi-ya? Boshlaylik aka. Qani bismillahirrohmanirrohim. Atrofdagi gaplarga quloq solmang. O'zingizga ishonib torting aka. Oltin hissiyotga solaman hozir. Mayli. Soling uka. Tamam. Sizga yordam mendan. Hadi pilis. Ham 2 marta yordam bermayman-da. Kam Zoirbek. Jim. Nima qilmaysan? Kuzarmidi, to'g'rimi? To'xtab turing mana. Taroz to'g'riladi. 1 kilo rovna chiqsa, 1 kilo rovna chiqsa 3 litr ayron bering. Shakarga qo'shimcha. Bosing. Taroz. O'ylanmang, bosing. 5 gram, ha? Bismillah. O'xshamay qoldi. Yana shug'ullanib, keyin ertaga ham kelaverasizlar bemalol.